deb shunchalik harakat qilsangiz ham bolangiz notinch bo'lib yig'laydimi? Chinqirab yig'laydimi? Uyqusi doimiy notinchmi? Demak, siz tajribasiz onasiz. Keling yaqinroq. Men sizga bolani qanday qilib tinchlantirishni o'rgataman. Birinchi tavsiya: bolani hech qachon bunaqa qilib silkilamang. Uni nabarot, xuddi mana shu holatda sher bolasi pozasida ushlang va xuddi menga o'xshab ohista tebrantiring. Bunda bolani silkitmasdan o'z gavdangizni tebrantiring. Bu holatda ushlaganingizda bola 2 minutda tinchlanadi. Ikkinchisi, bolangizni aynan boshidagi mo'jizaviy 4 ta nuqtaga neyromassaj yo'li bilan massaj qiling. Bunda bolaning uyqusi yaxshilanadi va qarabsizki 8 soat uxlashi mumkin. Qanday qilib massaj qilishni o'rganishni istasangiz, 21-22 iyul kunlari Neyromassaj sirlari nomli bepul onlayn dars tashkil etyapman. Hurmatli onajonlar, qatnashish uchun hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.